asalomlar, sizlar Ethical Gaming kanalidasizlar. Bugun biz ro'yxatda uzunligini topish degan mavzuda o'tamiz. Bunda masalan tasavvur qilinglar. Bizdan ro'yxat yozgansizlar o'tgan mavzuda edik. Buning uchun nechta element borligini endi topish kerak. Buni qanday qilamiz? Hozir men bitta kod yozib qo'yganman o'zim. Mana uni pastiga endi yozamiz. Print to'xtab turmasa sizlar ham yozib olishlaringiz mumkin. Hop. Kod ikkita qo'shtirnoq ichida elementlar soni turib 2 nuqta qo'yamiz. Qayerda turibdi? Virgul len qavs ochamiz. Keyin bu nomini yozamiz. Tashlab qo'yamiz. Endi nechta elementlar sonini nechtaligini endi yozib chiqarib berish kerak. Hozirimiz 1 2 3 4 5 6. Hozir elementlar sonini turib 6 chiqarib berish kerak. Ana elementlar soni 6 ishlayapti. Hop. Keyin yana boshqalarni ko'rsatishim mumkin. Hop. Yozamiz sonlar. Endi boshqachasiga. Teng list ikkita qavs ochamiz. Matga range ichiga 0 qo'yib turib 10. 0 dan 10 gacha yozib beradi. Endi yozamiz pastiga print sonlar. Mana ko'tarib ketdi. Mana sonlar. Qana? Bo'ldi. Qana? Mana 1 dan 10 gacha yozib berdi. Ana 10 ta. Bular 9 gacha yozib beribdi. Hop. Endi yana boshqacha kodlar ham bor. Ularni ko'rsatib beraman. O'tgan harflar kichkina ko'rinyapti, sal kattalashtirganingizga mana endi kattalashtirdi. Yaxshi ko'rayotgan bo'lsa kamerga plyus deb yozib qo'yasizlar. Endi yozamiz. Juft pastki chiziqcha sonlar keyin teng list yana ikkita qavs ochib turib yana range ichiga yozamiz 0 virgul 20 virgul 2. Keyin yozamiz toq sonlar pastki chiziqcha qolib ketdi. Toq sonlar teng yana bunda ham xuddi shunaqa list range endi ichida soni boshqacha bo'ladi. 1 20 keyin 2 bo'ladi. 0 dan 10 ga. Keyin yana yozamiz tagiga print qavs ichida juft sonlar keyin ochamiz print to'q sonlar. Endi hozir bitta to'q sonlar qatori, keyin bitta juft sonlar qatorini chiqarib berish kerak. Mana juft sonlar 0 juft son kirmaydi-yu. O'zi juft songa ham 90 ga kirmaydi. Hammayni hisobga ketaveramiz. Mana uni 2 qilib turib, mana uni 4 qilsak-chi. O'xsharmikan? Ana 2 4 6 14 oralig'i to'rttadan bo'lib ketdi. Buni ham 2 qilaveramiz unda. Oralig'i 2 kelib ketadi. Qani ana 2 4 6 8 10 12 14 16 18. Bularning oralig'i ham 2 dan mana 19 gacha. Hop ishlayapti. Hozir buni bekitib qo'yay. Bo'lmasa bizga xalaqit beradi. Yana pastga tushamiz. Boshqachalarni ko'rsataman.
yana yozamiz. Endi bu boshqa mavzularni hozir tushuntirib beraman. Bu o'z-o'ziga kodlarimiz sonli ro'yxat ustunida sodda amallar mavzusida yozamiz. Narxlar teng 12.000 virgül 22.500 so'm. Keyin yana 23.456. Neydi bu bo'ladi? Hop, endi 9.800 5.600 9.934 virgül keyin 32.874. Ana. Endi yozamiz. Hozir arzon turib teng min. Min bu eng kichik. Min funksiyasi bu shu narxlar ichidagi, mana shu jadvaldagi eng kichkina sonni topib beradi. Endi yozamiz ichiga narxlar. Yana endi tushamiz. Qiymat teng max turib 9 bilan keyin yozamiz narxlar. Pastga tushamiz. Yana jami keyin teng sum qavs ochib turib narxlar. Keyin pastga tushamiz. Print mana shunday holatda yozamiz. Endi ishlatib ko'ramiz. Mana eng arzon narx 5600, eng qimmati 32.874, jami 116.164. Mana eng arzon rostdan ham shu. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Fikrlaringizni kommentariyada yozib qo'yinglar. Agar ko'p likelar yig'ilsa, yana tezroq video chiqaramiz. Video yoqqan bo'lsa, like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Hammaga xayr.